Ko'rayotganlar Tamir Sağlığı programı. Biz bu san programımızga Şinjan Kızlar Kasbi Terbiyeleş Mektebining o'qituvchisi Erkin Abdukerim muallimni alayda taklif qildik. Assalomu alaykum Erkin muallim. Bu san programımızda ekranda ko'rmanlarga qaysi xil tamoqni aytilishini tunishtirsiz? Godamyan. Adati biz xonim qizlarimiz yoqtirib yeydigan sovuq yemekliklarning birisi bo'lgan Godamyan ham muallim. To'g'ri. Unda xos muallim ketadigan materiallarni bir tunishtirib o'tamiz. Bo'ldi. Ketadigan asosli un, tuxum, shulta, tuz, yana su. Unda xo'sa yetishni boshlamdi. Bo'ldi. Ama ko'rmanlik buning miqdorini deb beray, miqdor bu ko'rmanlik ko'rib bu Godamyanni umash qilib chaldi, buni qanday qiladi deb qolsa. Adati nazariyada 2 kilo su, 1 kilo un, 2 taldan 3 talash tuxum. 2 kilo su, 1 kilo un, andan keyin 2 taldan 3 talash tuxum. Tuz biz ma'qul miqdorda o'z suyga achsak shu tuz xil tetibdi degan holatlar bo'lsa bo'ldi. Shu suyga achniki ta'mdakli bo'lsa bo'ldi tuzi. Ammo shul serishki maqsadimiz sag'atish. Ilaskini oshirish anada. Unda biz boshlamdik mana. Boshlaylik. Unni suvga hargiz to'kmaymiz. Umash chalamiz. Umash. Bir tarafdan chaldik ekan, men chalayman mana. Mush holatda azazdan. Azazdan. Quyildi ekan malim ham ishtachilik va gansiri. Shu jarayonda 2 tal tuxumni chaqamiz, Tuxumni quyilib, mushalat kelgan vaqtida tuxum chaqitganmizda malim. Quyilib. Un yeshilgan chaqdi juma? Un yeshilgan vaqtida, Tuxumni tushirib tuxumni. Seri qalat kelgan malim. Seri qalat keldi, Azroq shult qo'yamiz, shultni eritib. Eritib qo'yamdik malim. Eritib qo'yamiz, Shultni seriq rang kirgizdim malim. Seriq rang kirgizdi. Şu arada qozonga suv qo'yib, suvni qaynatib olamiz hamda. Ma'qul. Shultimizni qo'yib tayyorlag'uncha suvni qaynatib. Buni nima ish qilmoqlim eritib solamiz, bevos solsak bo'lmanda shultini? Shulta so'q suvda ermaydi asalash. Biz shu hozir issiq suv qo'ydik mana, Shuning uchun suv qo'ysa ermaydi. Rangi o'zgaradi. Malim, biz hozir mushni chap hozir xil bir yeg bordik hozir. Acaba tuzni vaqt soldik-ku. Demak, tuzni baldur sevatsak, bu lekin qo'chish vaqt pek uzoq edi. Ximiyada ilos paydo bo'ldi, tuz. Ximiy chingtilib, cho'latib yeshmak tas. Shu tuzni kerak solamiz, tuzni qanday holatga kelib solamiz? Holatga kelib solsak bo'ldi malim tuzni. Xuddi biz o'yinda suyga achishimiz bor. Suyga achishsa, tuz kamroq suyga achish bo'ldi, shu holatda. Tuzkam holatga. Tuz kamroq suyga oltiga kasb bo'ldi. Bo'ldimi malim ishorat kelsak, keyin to'xtamay chalamdik. Tuz yeyilish bo'ldi. Bo'ldimi malim? Bo'ldi. Ishoratga kasb bo'ldi. Bu nima malim? Godamyan pishirgan lis. Godamyanni list pishirganmizdan odatda. Mushta list pishirsak bo'ldi, mush listda. Buni bozorlarda miskach ustam yasab berdi. Miskach ustam yasaydi ekan-da. Mashallah. Buni o'tirsin nipes, shu yerda qiyinroq bo'ldi. Mash quliq bo'lganki, men qo'l ko'ymaydi demakki, so'g'isa vaqtda. Shuning uchun har doim mush Godamyan sog'a vaqtimizda tegtirib maylivatli. Maylivatsanlar tek chopib chiqmaydi. Tegi chaplashib qolmaslikni oldini olish uchun mayda etganmizda malim. Bo'ldi. Nazar qo'sh. Bo'ldi. Tesh mayli oldik. Endi mana tushumishda qo'shimiz buni. Ham quyuqligi ham o'sha. Qo'yilibdi. Mushalatda bosildi. Moshdan liq qo'yamdik malim. Ya liq emas. Yarım santimetr. Boz bo'ldi, bir qiyin bo'lib ketmasin bu, Yarım santimetr uncha qo'yib qoldi bo'ldi. Mushna holatda. Hamda o'zimning ehtiyoj qarta, Qozonmi qaynab qapti. Ha buni.
Bu Leyla etkende mi? Leyla çöküp olmaydı. Bunun ağzını ipitem de kazandı. Ya sel qetişip alsın. Olsa baldı yok olsun bir taraf nefes bir taraf kılım bir şey oldu. Hayır eken malım pişirsin diye ha bunu. Açtaq çögültüp duram dokmadı. Çögültüp durmaz ha. Hem de qetqatda hem de tuaqni bırak yok bile hem de tuaqni yok bile. Taxminen qaynagandan keyin 5 minutla 7 minut aralıq pişadi. Taxminen qaynagandan keyin 5 minutdan 7 minutgacha bo'lganlikda pishadi ekan, ha? Pishibmi qoldi, mana 7 minut, 6 minut vaqt o'tdi, ya. Bo'ldi, qarab baqla. Ha, pishibdi, ha, mana. Pishibdi, serqalat ketdi, o'tni jirtamdi. O'tni bo'sh qilib olamiz. Mana cho'risga azroq so'qijimiz. So'qij qaqtimi, og'aqtimi qo'l ko'y qolmaydi, ha. Ha, soğuk sunu işleyeceğiz. Onun ne faydası var? İçtik muzlaydı. Ha, muzlap mı kaptı mı da? Muzlap da al. Lakin bunu erdorab ağaqtımız azraqtı maylı bitimiz üstüne. Bir çapışqanmay toğırmaq asan buldu. Maylı içimiz gereken de. Maylı vettik, maylı vettik bunu. Saç düşürümüz ne? Astığımı maykığımızdan paydası öpüp çapışıp kaldı malım, ha? Godamiyan ha? Malım, odatda biz sırtı yedgan godamiyanlar bize seriq buldu, ha? Bundan bekrek seriq buldu. To'g'ri, ha. Ma ancha seriq bo'lmadimi? Uning rang qujimiz. Seriq. Rang qo'shitganda u rangning salomatlik ziyni va malım. Ziyni va ko'p qujasi, shu shult qujig'imiz yaxshi shunga. Seriq rang qujimiz, ha? Birinchi tatmang. Ha, quji. Ha, ikkinchi tattandı. Yeni bir cümüş kuyamda kalmışka çıkıtımlıqqa. Çöğürlerini yıldırıp koyması bulmamalım. Yani yerim cümüş kujutum. İkinci kıtımlıq, kodaylarımızı sap koyduk. İnsanlarda bolsun körmerler vakti 5 minutdan 7 minut kıç boğarlıq. Qaynıqandan keyin hesaplayımız bolmalı. Qaynıqandan keyin. Anandan keyin qaynıqan vaqtda biz çögültürkenmiz, lisni çögültüp durup muqimlashib olgandan keyin, anandan keyin tuvoqni yopib ekanmiz. Mana muqimlashib qolibdi, tuvoqni yopib qo'yamiz endi. Endi tuvoqni yopamiz. Tuvoqni yopamiz. Mana ikkinchi qazonimizning pishib qolibdi, mana 6 minut o'qib qolibdi. Oy, ko'pchilik to'madi. Ko'pchilik. Otni o'chirib, cho'rsiga suv qo'ydimiz. Suv qo'yamiz. Og'chi qo'l ko'ymaydi. Birden de yay tushdim ana. Muz ustuna bir minut turib. 1 minut vaqt turgan ekan. Biraz to'g'rab turlar mana. Qatlamda. To'g'rash usuli. Qatlab turibdi. Qatlab to'g'rayotganimizda. Inchikmishlar, inchik to'g'raydi. Oxirgacha tutqun olmaydi ana. Soyup bo'ldi. Soyup bo'ldi, ikkinchisi. Ustiga maysa surtib. Chaplashib qolmaslikni oldini olish uchun mayli o'timiz, ha? Ma to'g'rani, ma inchik chiqdi ekan. Boshqacha.
Aziz görürmenler körüp turupduq, nayt oxşıgan gavdam yemi tayyor bo'ldi. Unda Osmanım ikralda görürmenlerge tanışıp berip itilish usulini, anadagi ketadigan materiallarni bir tunishtirib ketamsiz. Bo'ldi. Buniki gavdamyaniki asosiga ama günjut ma'lim tetib keldi. Shu günjut ma'limini jiq qujimiz bunga. Günjut ma'limi. Ha, mana. Bak qichi azroq. Qichi az bo'ldi ekan-da. Qichi azroq. Undan keyin samsaq. Undan keyin tang. Loza da qo'ydim, ha? Undan keyin mana laza qizilmushmi yani. Su. Tayyor bo'ldi. Ochiq su. Unda Osmanlı bir tetib baqaring. Tetpaqin. Bir xil ochiq chuchukdan bakam olim. Andan keyin gavdamyanda eng gavdalangan tam bo'lsa, kunjut ma'limi. Mana günjut ma'limi. Kunjut ma'limining ta'mi bakrak gavdalanibdi. Yani şu zimajon deb qo'yamiz ana. Unda Osmanım ikralda ko'rmanlarga bir qatim tushuntirib bo'ldi. Buniki texnikchalik bek yuqori emas. Buningga shu 1 kilo un, 2 kilo suv. 2dan 3 tal tuxumcha umash qilib yeyish bo'lgandan keyin, yandan keyin abatında qozon sepilib pishirsak oddiy. Cho'qim buningga bir lis bo'lish kerak. Lis bo'lmasa pişamak ta'sir ekan. Öyle ligan bo'lganlar qaynab orqali girvak pakab qolsa suv ichi kirib qoladi. Shu girvak sal egizroq bo'lishi kerak ekan. Girvak egizroq narsa bo'lsa, shuningga sabab pishirsak ekan-da ma'lum. Aziz görürmenler körüp turupduq, nayt oxşagan gavdamyami tayyor bo'ldi. Odatda biz sirtlar degan vaqtimizda gavdamyaning etilish usulini intayin qiyin deb o'ylaydik. Lekin bugun ko'rib turibdiq, etilish usuli intayin o'ngay ekan. Qisqagan vaqtingizni chiqarsangiz, shundaqla ko'ngil qo'ysangizlar, nayt oxşagan, tamlik bo'lgan ham ishonchlik bo'lgan gavdamyani ailemizdan qig'il bo'ldi ekan. Esingizda bo'lsin, ailemiz o'z qo'limiz bilan etgan taomlarimiz bilan barakat topqisi.